Assalomu alaykum deymizlar o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan ikkinchi videoda alifbodagi bir nechta istisno harflar, ya'ni o'zbek tilida uchramaydigan yoki biz talaffuz qilishga qiynaladigan harflarni ko'rib chiqamiz. Bundan birinchi harfimiz S. Agar S harfimiz gapning boshida yoki unlidan oldin kelsa, biz uni Z tariqasida o'qiymiz. Ya'ni bu so'zlarimiz shunda sonni emas, zonni. Lesen emas, lesen bo'ladi. Xo'p. Endi agar S harfimiz gapning boshida, so'zning boshida, ya'ni T dan oldin yoki P dan oldin keladigan bo'lsa, biz buni Sh tariqasida talaffuz qilamiz. Masalan, sprechen, Strasse. Bu sprechen yoki Strasse emas, sprechen yoki Strasse bo'ladi. Keyingisi, agar S Ch bilan keladigan bo'lsa-chi, bunda bizda Sh tovushi kelib chiqadi yana. Masalan, schlafen. Bu schlafen emas, bu schlafen tariqasida talaffuz qilinadi. Keyingi birikmamizda T, S, Ch birlashsa, umumiy olgan holatda bunda Ch talaffuzi kelib chiqadi. Ya'ni Deutsch. Birgina Ch xolos. Deutsch. Agarda sayimiz so'zning o'rtasida va undoshdan oldin keladigan bo'lsa, unda oddiy S qilib o'qiymiz. Masalan, Angst. Angst. Sati. Birinchi Ch kelib qolsa, keyin S kelsa, unda biz X, ya'ni KS birikmasi bo'ladi. Talaffuzda Zex. Zex. Shunday qilib, S ga aloqador qoidalarni o'rgandik. Endi X ga o'tamiz. Xo'p, nemis tilida X harfi oddiy X tovushini beradi. Masalan, haben. Haben. Endi agar X harfimiz so'zning o'rtasida va unlidan keyin keladigan bo'lsa, Y tovushini oladi. Ya'ni gehen. Gehen, ya'ni gehen. Gehen bo'lmaydi. Gehen. Zehen, ya'ni zehen emas, zehen. Keyingisi Ch harfimizni o'zi ham X tovushini beradi. Ya'ni nacht. Nacht. Endi esa yod harfimiz, bundan oldingi videoda gaplashdik. Nemis tilida J emas, yod qilib o'qiymiz. Masalan, ya. Ya, ha degani bu. Yar. Yar. Bu yil degani. Keyingi qoidamiz Q tovushi bilan, ya'ni U kelsa, Q. Q o'qilmaydi, ya'ni U V bo'lib ketadi. QL demaymizda kvelle. Kvelle. Keyingi harfimiz V, ya'ni V talaffuzdan bilyapsizlar, biz buni V deb emas, balki F deb o'qiymiz. Vater. Vater, ya'ni bu vater emas, vater bo'lib o'qiladi. Keyingi harfimiz Z. Biz buni Z deb emas, Z deb o'qiymiz. Buni o'tgan darsda gaplashdik. Shunda Zeit, Arzt. Zeit, Arzt. Iltimos e'tibor bering, Z qilib talaffuz qilmang. Xo'p. Bundan keyin esa asosiy harflarimizni tugatdik. Istisno, ya'ni o'qilishga qiyin bo'lgan. Endi esa harf birikmalarini o'tamiz. Xo'p, birinchi harf birikmamiz A bilan U unlisi kelganda AU. Bunda oddiy AU o'qiladi. Masalan, auto. Auto. Keyingisi E bilan U kelganda. E bilan U kelganda oy o'qiladi. Ya'ni EU emas, oy. Masalan, Deutsch. Deutsch. Deutsch emas, Deutsch, ya'ni EU emas, oy o'qiladi. Keyingi birikmamiz A umlaut bilan U. Esinglarda bo'lsa, A umlautni biz E tarifasida o'qirdik. Demak, A umlaut bu yerda E bo'ladigan bo'lsa, E bilan U kelyapti, bu ham oy o'qiladi. Masalan, boymi. Boymi. Keyingi birikmamiz E bilan I. Bu ay tariqasida o'qiladi. Masalan, eins. Eins yokida mein. Oxirgi unlidan, ikkita unlidan tashkil topgan birikmamiz bu I bilan E, ya'ni to'rtinchini teskarisi. Bunda biz I ni cho'zibroq o'qiymiz. Masalan, sie, wie, yoki sieben, sieben, 7 degani. Shunaqa. Bu hammasi eng asosiy o'sha alifboda o'zbek tiliga, o'zbek tilidagi alifbosiga tushmaydigan ozgina istisno bo'lgan harflar yoki harflar birikmasi edi.
Menimcha video juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Iltimos, yaxshilab qaytaring, videoni yana qaytadan ko'ring va bizni Telegram kanalimizda, ya'ni video ostida biz link qoldiramiz. O'sha yerdan bemalol Telegram kanalimizga o'tib turib, u yerda har bitta qilinayotgan videolarga mashqlar, ya'ni uybunglar bor, qilib yaxshilab o'rganishingiz mumkin. Siz bilan Deutschsport jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, xayr.